Türkiyədə magistrlikdə oquyotgan Şərqi Türkistonlik o'quvchi Muhammad ota-onasi va qarindoshlarining Xitoy kommunistlari tarafidan sababsiz tutqun qilinganligini oshkorladi. Qahramon Maras Sutchi Imom Universiteti siyosat ilmi va xalqaro munosabat kasbida o'qiyotgan Muhammad, "Men oilamdan ayrilgan vaqtda Sharq Turkistonda vaziyat xatarlik edi. Men bu yerda o'qiyotman, lekin Xitoy mening bu yerda o'qiyotganligimni bahona qilib, ota-onam va qarindoshlarimni sababsiz qamab qo'ydi" dedi. Dünya Uyg'ur qurultiyi hay'ati Amerika parlamentida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'iniga ishtirok qildi. 11 oktyabr o'tkazilgan yig'inda Uyg'urlarning vaziyati va hal qilish choralari muzokara qilindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Angliya va Kanadaning Xitoyga qarshi istixborot hamkorligi o'rnatganligiga doir uchurlar haqida butkul taraflar so'g'uq munosabat urushi engidan voz kechishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Lokang munosabatli davlatlarning Xitoyning ta'siri va mablag'lariga qarata xalqaro oldingi hisob qurganligi haqidagi xabarlarga qarata barliq taraflarni so'g'uq munosabat urush engidan va hech qaysi taraf g'alaba qilolmaydigan o'yinlardan voz kechishni umid qilamiz dedi. Dünya Bankasi boshlig'i Jim Yong Kim Saudiya Arabistonda o'tkazilgan kelgusining mablag' tashabbusi nomli yig'iniga qatnashmaydiganligini bildirdi. Yig'in kun tartibi bo'yicha so'z qiluvchilar orasida yer olgan Kim Saudiya Arabistonning cho'ng umid bilan boshlagan faoliyatlarga qatnashmaydiganligini e'lon qilgan oxirgi kishi bo'ldi. Angliya va Rossiya orasida yangi bir diplomatiya kirişi yuz berdi. Rossiyaning Angliyada turishlik bosh elchisi Aleksandr Yukovenko mart oyida ikki davlat orasida yuz bergan Skripal krizi sababli qaytarilgan diplomatlarning qaytishiga ruxsat berilmaganligini bildirdi. Yukovenko Angliya hukumati Angliyaga keladigan diplomatlarimizga ruxsat bermaganligi uchun bo'sh qolgan bu o'rinlarni to'ldira olmaymiz dedi.